Navbatdagi ishimiz Lenovo'ga klaviatura qo'yish uy sharoitida. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha kuzating. Xo'p, birinchi o'rinda o'zingiz qo'yadigan bo'lsangiz, shu orqasida modeli bo'ladi, markasi bo'ladi. Lenovo misol aytadigan bo'lsak, 580 bu biz buni Azonda yoki Valbersdan zakaz bersangiz bo'ladi. Agarda O'zbekistonda bo'lsangiz, o'zingiz o'sha maxsus sotadigan do'konlardan sotib olsangiz bo'ladi. Keyingi masala, men sizga osonroq bo'lishi uchun tezroq vaqtdan yutqizishmasligimiz uchun shurplarni bo'shatib oldim. Shurplarni bo'shatib olasiz. To'rtta buni shurpi bo'ladi. 4 tomonida. Shu narsalarni bo'shatib olasiz. Osongina bo'ldi. 4 tagina shurp bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi. Ozmasiga ham tushuntirib yuboraman, aniqroq. Ochamiz. Xo'p, buni otverkada yo nima holatda shunaqa ingichka narsada shu taraflardan ko'tarasizlar. Shu mana ikkita yoni, bu ikkita yoni, bu tarafi. Osongina ko'chadi. Asta sekin ko'taramiz. Shu yerda shleyfti bor. Shleyfini shu qo'limiz bilan shuni ochamiz, chiqadi bu. Osongina chiqadi. Mana tushuntirganim hisobida mana 4 ta emas ekan, 2 ta dona bor ekan mana. 2 ta tor, orqa tarafida 2 ta shurupi bo'ladi. Shu 2 ta shurupni bo'shatsangiz bo'ldi. Orqa tarafidan qarasangiz o'zi ko'rinib turadi. Shunga moslab turib ochasiz. Biz Azondan zakaz berdik, mana yangi klaviatura keldi. Yana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, sekin shu holatga qo'yasiz. Lekin asta. Ham o'zingizga, cho'ntagingizga yordam bo'ladi, ham o'zingiz qo'ysangiz ham bo'ladi. Qiyin joyi yo'q. Buni shuni shu holatga qo'yib turib qo'yasiz, yana qaytib yopasiz. Bo'ldi. Yana sekin joylarga qo'yib turib bosib qo'yasiz. Shu tamom, boshqa hech qanaqa muammosi yo'q. Ko'pchilik bizga obuna bo'lmasdan kuzatayotgan ekan, obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Hammaga omad. Yana qaytarib shurplarni qotirib qo'ysangiz muammosi yo'q.